Qizlarjonlar, hozir menga ko'pchiliklaringiz yozib so'raysizlarda, mayli kokteyl olmasak ham rostdan ham правильный питание bilan olsa bo'ladimi? Hech qanaqa kokteyl. Men kokteyl ichaman, och qolib bosh og'rimasligi uchun. Atak to'g'risini aytsam, faqat правильный питаниеda shu bilan qo'shim kelib qoldi. Men shunaqa narsalar yeysizmi dedim-da. Obedda kapustalar yeb, karamlardan salatlar qilib yeyman. Yaxshi ko'raman, endi o'zim yaxshi ko'raman. Kola, shirinlik bunaqa narsalar umuman ichmayman, ham yemayman. Men bodo, morоженыйlar yegim kelsa o'zim tayyorlaganman. Men ko'rsatmoqchiman sizlarga mana. O'zim tayyorlagan morоженый, banan bilan sutdan tayyorlaganman. Mana shunaqa o'zim tayyorlab yeyman. Keyin yeydigan narsalari mana bunaqa nima deydi, suxamyatka deydimi? Yong'oqlar. Ishqilib o'zimga foydali bo'ladigan narsalar. Bo'ldi, mana shularning o'zi bilan уже menga organizmim talab qilmaydi. Men Safiyadagi tortlar yoki shirinliklar o'zim tayyorlab, o'zim maza qilib yuribman. Sizlar ham xuddi shunaqa правильный питание qilib ko'proq hajba qilsangiz, hozir 2